Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetli qarindoshlar, men qarindishinglar Nebice Allah. Hozir mushu Facebook'ta Abdullah Tarimi degan birisininki chiqqandan keyin bir inkas yozgandim. Qarindoshlarimiz bu inkasni ko'rgandan keyin ham nurg'unlari uchur bilan ta'minladi. Bu kishining necha vaqtni yozib nima ish qilayotganligini, qanday shaklda inkaslarni yozib xalqimizni bearam qilayotganligidek uchurlarni bergan bo'ldi. Alloh razı olsun qarindoshlar. Mushunday shaklda hammamiz birlikda harakat qilgan vaqtida bunda ayliqi mushu bizning yo'limizni to'sayotgan, bizni har xil shaklda taraflarga bilayotgan, pishni pasat taqitayotganlarni yo'q qilib bo'ldi qarindoshlar. Chunki bizning ko'zimiz ikki, hammani ko'rib bo'lolmaymiz. Bu yerda nurg'un qarindoshlarimiz bor. Masalan, mening nimamda 2000 dan ortiq chambarkimda do'stlik qarindoshlarim bor. Mush topda hozirda 100 necha qarindishim, 114 qarindishim chiqib turyapti. Demak, bu yerda biz birlikda harakat qilsak ham inshaalloh nayt yaxshi shaklda bu yerdagi mayli Xitoyning 5 mo'si olsun, mayli tor soqchisi olsun, mayli boshqa asadxo'ri olsun, pishtnixo'ri olsun, bulg'uchi loyig'ida zarba beraylik qarindoshlar. Uning uchun men demoqchi bo'lganim, hozir men bir program ishlab hozir yo'llab qo'yman YouTube'ga. Mushu shaklda birlikda hamkorlashsak, birlikda bir shakldagi qo'lga tushaygan yoki bo'lmasa biz bayqagan narsalarni qarindoshlarim mana qilsak qanday bo'ldi deb BBC'mizga mana bir uchurlashsak, uchur qulaylik bilan WhatsApp'im bor nimamda, mening YouTube ekranimning ostida har doim chiqarib qo'yman. Ilxat adresim bor, WhatsApp'im bor, mening messenjerim bor, har vaqt uchuq. Xat yozib bilan WhatsApp'da aloqa qilishaylik desanglar bo'ldi, ammo messenjerda uzoq vaqt aloqalashmayman men. Onun uchun qarindoshlarning samiga sanmoqchi o'g'lim qarindoshlar. Mushundaq bir shaklda biz bilmagan bo'lsin va shaklda bir nima qilayotgan bo'lsin. Ammo uning jasusligi, uning munofiqligiga biz hukm berolmaymiz. Chunki dalil isbotimiz, uni bizning taftishimiz, adliyarimiz, bu birimiz yo'q. Lekin bizning qila oladigan ishimiz shuning o'sha vaqt yozgan inkasli va yoki bizning ayrim xonimiz qilgan gap so'zlari, buning qartib turib biz nima qila olamiz uning uchun? Buning qanday ekanligiga hukm bera olamiz. Unda bo'lsa, agar bizning dinimizga, vatanimizning mustaqilligiga, bizning qilayotgan shundaq hozirgi reallikdagi xizmatlarimizga daxl taruz qildi ekan, da'vo yo'lini oldimizda to'sidi ekan, mana deb qo'limizning keyni bilan ishtirib etamiz unda odamlar. Chunki bizning hozir vaqtimiz, unda jiq vaqtimiz yo'q. Biz ular bilan o'ynashib, ular bilan vaqirishib, ular bilan tillashib, anadagi uning IP adresini izlab, buning abim Abdullah deganga 1 soat vaqtim ketdi, 1 soat. 11 dan 13 o'tganda da men diqqat qilib uchur yozib ekanman. O'n pishim vaqtigacha 1 soat vaqtim ketdi. Ama ketmesimi bo'lmaydi. Çünkü bu adamni bilish uchun uni bilan bir vaqt bir dialog qilishimiz kerak, uchur qilishimiz kerak. Uning mundaq bir tumurini tutib chiqishimiz kerak, gap qilishib chiqishimiz kerak. Apala-shapalam uni nima qilib ketgan bo'lmaydi. Damallam, hazratimizning bir tunay degan to'qa qo'g'in ko'k qo'g'in tiqsin, nada bir yuz ko'rishlar, bir ko'rishib bir yuz turan turib bir savat bahslar bizga deyishib, uni buni qilishlik ham bir soat vaqtimiz kerak. Demak, nima deganda hammamizning vaqti qimmatli qarindoshlar. Biz bu yerdagi vaqtimizni, Facebook'dagi vaqtimizni beka o'tkazish emas. Biz bu yerda da'vorimizga, biz bu yerda xalqimizga, bir dinimizga bir foydali ishlarga hamkorlasha olamizmiki, muyassar bir xizmat qila olamizmiki degan shaklda turamiz. Bu yerda ish qaysimiz ko'nglimizni ichish uchun, ish pushqimizni chiqishi yo bir xotin tanlash uchun, yo tanlash uchun turayotgan insonlar yo'q buning ichida. Hammasi hozirgi vaziyatning ichida kun tartibga, mushu axborot vositalarida kun tartib kelayotgan mushu Xitoy tajovuzlariga qarshi jamoat fikrini to'plash, buni har xil tillarga tarjima qilish va uni taqtish ham bahirlash.
Bunun da küçük alsak nayt yaxşı oldu dep qarayman qarindaşlarım. Yana birisiga masalan guvalıq beriş olsun, meyli her xil bizga münasibetlik mühim xabarlar olsun, meyli inglizce olsun, meyli xitoycha olsun qarindaşlar. Uni kuchimizning yetishi hammamiz hambakirlayli. Misha Facebookda turib atgan qarindaşlarimiz hammamiz hambakirlab qolayli. Chunki bu qanchalik hambakirlagan sari bizning ayrimxonimizda ba'zi bir chet ellik bo'lib qolishi mumkin yoki boshqa qarindoshlarimizni boshqa to'plarga yo'llab qilishi mumkin. Uning uchun bu shaklda bu tarif qancha keng taraygan sari, qancha keng yeyilgan sari shunchalik jamoat fikr to'planishga asos solamiz qarindoshlar. Shuningdek bizning mayli bizning taqitayotganimiz olsun, boshqa qarindoshlarimiz olsun, mayli Erkin Asiya radiosining olsun, ish qilib Sharq Turkiston xalqiga foydali bo'lgan xabar manbalarining hammani guvohlik berishni bo'lib, guvohlik berishni u guvohlik berishgan qarindoshlarimizni saqlablam qo'yish emas, qo'yablam qo'yib qo'yish emas, shuni keng turda taqib berishimiz kerak qarindoshlar. U qarindoshim guvohlik berman deb maydonga chiqibdi, Alloh rozi bo'lsin. Hamda biz bilan bizning qilgan ishimiz emas, uni taqib berish, kengaytib berish. Uni texmi cho'ncho boshqa qarindoshlarimiz ayni pedagogllik bilan yaponchaga, inglizchaga, xitoychaga, boshqa tillarga, bilgan tillarga tarjima qilyapti. Mana bu biz uchun aytib foydali. Bizning qildigan ishimizmi ham shu. Bu yerda ko'rib inkas yazib yoki uni qilib buni qilib turish emas. Mushu o'zimizga foydali, davorimizga foydali ishlar uchun has qo'shish, buni ham bakirlash, ko'plab taqitish bir shaklda xizmat qilsak, hammamiz bugun men nima ish qildim, bugun davorim uchun nima ish qila oldim, nima xizmat qilyapman degan shaklda o'tirib chiqsak qarindoshlar, nayt yaxshi bo'ldi deb qarayman. Shuning uchun gapni uzatmayman qarindoshlarim. Bir şekilde yani birbirimizin to'liqlab, birbirimizga ega chiqib, miyada qo'limizni usib, mo'rimiz desek, qarindoshlar, Xitoydan 10 davlat olsun g'alaba qilib ketamiz. Chunki Uyg'urning 5-10 Uyg'urning bir yak jamblishi 5-6 ming Xitoyga tetiy oladi qarindoshlar. O'zimizning kuchini, o'zimizning qobiliyatiga sal qaramaylik qarindoshlar. Xitoy kuchli, u emas. Yoki Xitoyning ba'zi bir tahdidini qo'y. Agar qo'rqsak, mana bizga ishtirib qo'yinglar. Har qanday bir tahdid kelgan, qanday Facebookda bo'lsin, qanday telefonda bo'lsin, bizga ishtirib qo'yinglar. Mana biz chiqimiz o'tirgan. Har qanday bilan yuzlasha olamiz. Har qanday do'sh bilan. Uning uchun qarindoshlar, bir şekilde birbirimizga biz ko'ramaganni sizlar ko'rasizlar, sizlar ko'ramaganni biz ko'ramiz. Bir şekilde bir nima qilib, ammo haq to'kmat qilib qo'yishga, xato nima qilib qo'yishdan hazar aylaymiz. Qarindoshlarimizga hargiz shaklida bir qarindishimizni xato shaklda qaralab qilishdan, yoki biz hasadxo'rligimiz yoki yaqin bo'lmas tunmaganlik sababli yoki o'chko'yganlik sababli bunday shaklda o'tirib chiqib qolsak, vaqt yaxshi olmaydi. Ammo cho'qim qo'limizda dalil isbot bilan bir şekilde kılıvatkan şirketlerini yakından takip kılıp yakından küstüp tutup anandaki bir şekilde oturup çıksak nayet yaxşı oldu qarayman qarindoshlar. Bizden vaktimiz şekil qo'yishga hem nimalarga qarab bulamaymiz. Şahsen ben to'lisi bir narsalarni yollayman, har birini ko'rib atsizlar, men yollayman 5-6 to'plaga anandikin bir ko'rdigan tegishlik tushirdigan narsalarni bo'lsa tushirib olaman, anandikin maqib ketaman. Onun için her bir şekilde bir qarindoshlarimiz va pedagoglik bilan xizmat qilayotgan qarindoshlarimiz va mishadi qarindoshlar. Shu bilan bir şekilde hamkorlashib, bir-birimizga ha ho deyishib, bir şekilde Xitoylarning bu shunchalik bir o'zimizning bir qilayotgan bo'shlig'imizga aram bag'izmay turib olsak, menga deyamamda qarindoshlar. Vatandan tashlab berib inib chiqdik. Vatandan ishga majbur bo'ldik hijrat qilishga. Bu yerga chiqqandan keyin kichkina bo'shlig'imizni, kichkina o'zimizning bir fikrlashadigan Xitoy qarshi bir fikrimizni o'rtoqlashadigan yerdimi Xitoy bir yerga qarshilik qilmasa, nima deysa deyalishimiz kerak-ku. Nima deysa qo'yning olsa deb bunda bir qarshi tura oladigan yurakni yetildirishimiz kerak qarindoshlar. Shuning uchun gapimning to'g'ri yerini qabul qilinglar qarindoshlarim. Xato ketgan yerlar bo'lsa, kechirib o'tasizlar, uni tashlab qo'ysanglar bo'ladi. Juma qarindoshlar, hammangni Janob Alloh topshirib, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.